Xullas kalom, Pragani mashhur soati bor mana. Mana shu soatda hozir vaqt bo'lgan paytda mana cholishni boshlagan. Eshitgan qarab turibman. O'shdan narsa chiqib, ana. Soat hozir necha bo'ldi hozir? 9. Yuzlab odamlar mana shu qilishdi, mana tomosha qilishadi. Turistlar uchun eng ramziy joy. Biz ham shetdamiz, o'zimiz qilyapmiz videolarni. Mana kursdoshim. Assalomu alaykum. Xullas kalom, shunaqa gaplar. Pragada mana shunaqa joylarni hozir ko'rib aylanib yuribmiz.